Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz, navbatdagi tanishtiradigan mashinamiz Labo. Labo mashinamiz 2024-yil, texpasport kuzovi 2025. Kraskasi 100% rodnoy. Mashinamiz yumshoq bo'lon. Shumka, lislari 30lik metaldan 2 donasi qo'yilgan. Mashinamiz ishlarına chexol, ninonim, polik hamma narsa döşelgan. Maşinamiz 100% shumka urilgan mashinamizga. Probegi 15.000 probeg yurib turibdi. Doğru işe salib beraverasizlar. Mashina nahodoy tayyor. Umuman bir so'mlik raskoti yo'q. Haydasha tayyor mashin. Doğru işe bosib beraveradi, undan topadigan mashin. Mashinamizning bahosi 100 million so'm. Aldığında 28 milyon so'm bilan avtokreditga chiqarib beramiz. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa shunda savdo etib, yarashtirib chiroyli narxlarda beramiz. Oylik to'lovi 2 million 300 ming so'mdan chiqadi. Bartera, Matiz, Nexia laringiz bo'lsa, Cobalt, Gentra, Nexia ushlaringiz bo'lsa ham hisoblab olaveramiz. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa shunda chiroyli narxlarda yarashtirib beramiz mashinamizni. Kelaverasizlar.